Assalomu alaykum hammaga. Sizlarga bugun MRTda qanaqa ko'rish, qanaqa ishlash azini ko'rsatib o'tmoqchiman. Hozir bizga bemor kelgan. Bo'yin sohasi va grudnoy sohasini MRTsini olib kelishgan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Greja ko'rinmaydi, lekin osteoxondroz shundoq ko'rinib turibdi. Va bu yerda tekshirganimizda yana nimalarni ko'rishimiz mumkin. Mana qorib turgan joy gipertrofiya желтая связка deyiladi. Xuddiki greja umurtqalar diskini orasidan chiqib orqa miyani siqib qo'ygani singari gipertrofiya желтая связка ham orqa miyani siqib tanada imini buzoqi bo'lsa межрубенный og'riqlarni olib kelishiga sabab bo'ladi. Va yana yuqorisida ko'rishimiz mumkin bo'lgan joylarda mana bu tarafda ham gipertrofiya желтая связка bor va tepasida ham turibdi. Bu tepa tarafdan ko'ringan, kesmasda ko'ringan holati mana bu yerda qorib turibdi. Ikkita chetda. Bu yerda sal kichkinaroq, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Orqa miya kanali nerv qarsholarini siqib qo'yadi. Va bo'yinni ham bir to'la ko'rsatib o'tmoqchiman. Bo'yin sohasida o'tda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda bo'yin sohasida greja ko'rishimiz mumkin 5-6 pozonochnikning o'rtasida. Tepa tarafdan kesmasini ko'ramiz. Ya'ni bu yerda chap taraflama greja bor. Bu chap qo'l og'rig'iga, qo'l uyushiga olib keladi. Har bir kelgan bemorni bizlar shunaqa MRT tekshiruvdan o'tkazib, xulosalarni ko'rib, undan keyin biz lecheni boshlaymiz. Mana ko'zimning o'rtada bitta ko'ringan narsa bu oldi tarafda, ya'ni xillo taraf deydi-ku, greja old tarafdan ham chiqqan joy bor ekan bu yerda. Bu orqa miyani siqmaydi, lekin tomoni mana shu ichki tarafida qizilongacha xalaqit berish mumkin. Yutinganda, boshqa qilganda shunaqa holatlar diskomfort berishi mumkin. Xullas shunaqa. Bizga kelgan bemorlar hammasini MRTda tekshiruvlarini ko'rib, исключиться qilib, undan keyin lechenamizni boshlaymiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Mana yuzni hozir MRTni ko'rsatdim. O'sha bo'yningizni chap taraflama greja borligini. Inagini oldin stiryat qilgandingiz, to'g'rimi? Chap tarafga og'riq. Endi hozir bo'yi so'radim. Ovqat yeganingizda bu yerda tiqilish bo'ladimi? Yutganingiz qanaqa qiyin o'tadimi tomog'ingizdan? Yutolmay qolaman. Xuddi bir yutish как будто esimdan chiqadi-da, mana shu вообще o'tmaydi-da, yutolmayman. Funksiya, глотательная funksiya yo'q. Darsni zo'r tanib o'ylaysiz, so'cha. Problema sizda bu tarafda greja old tarafdan chiqqan va qizil o'nggacha, bitta qizil o'nggacha anaqasini ham siqib qo'ygan. Qizil o'nggacha yo'lni siqib qo'ygan. Bu grejani hisobidan bo'ladi sizda. Bunda qiyin bo'lishi. Manimcha sizda nagini grudniy arteriyada poni og'riqlar bormi? Bor. Xo'p, inagida sizda oyog'ingizda anaqa bo'lmaydimi? O'ziga bo'ysunmaslik holati bo'ladimi, bo'lmaydimi? Oyog'im yurolmay qoladi вообще. Yurganingizga ana shtab yeringiz shaq deydi, shunaqa bo'lib qolmaydimi? Shunaqa. Я поняла, такое ощущение, как будто бы они меня не слушают, они мне не подчинены. Дорогу прохожу, я могу посреди дороги встать, светофор, не светофор, юрмайды все, вот я их должна поднять, я не могу этого сделать. Тесто катала вчера, такое ощущение, как будто бы у меня вот поясничный отдел, вот он оторвался, и оно yosh bola harakat qiladi, turish kerak, oyog'i titraydi-ku, xuddi shunaqa bo'lib ketdi-da, и вот здесь вот так судорога пошла по ногам. Shu ahvol. Bu grudniy arteriyada problemimizdan prinsip tak, mana grudniy arteriyada именно 7-8-9 grudniy arteriyada gipertrofiya желтая связка bor. Mana bu tarafdan turibdi, qorayib ko'rasizmi? Greja bo'yini bu tarafdan chiqadi. Sizniki naborat bu tarafdan chiqqan. Mana bu narsa spinoy mozgga siqishga olib keladi, kompression holatga olib keladi. Bundan keyin mana shu joyingizdan pastda og'riq bo'ladi. Oyoqlarda. Men nimaga oyog'ingizda og'riq bormi, yo'qmi deb so'rayapman. Kuch bormi, yo'qmi deb so'rayapman. Mani bitta podozrение bo'lgan narsa mana qorib oppoq tochka turibdi, moshki.
kistaga o'xshab turibdi. Bu melopatiyaga ham o'xshayapti. Haligi zaключение melopatiya yozmagan bo'pti. Просто gipertrofiya желтой связки yozgan. Melopatiyani o'sha klinik holatlarida oyoq o'ziga bo'ysunmaslik, kuchsiz bo'lib qolishi, yuguramangiz, yugura olmaysiz. Mana shunaqa ощущение. Не то, что yugurish, уже yurolmayman. Zinada tepaga chiqish, qizim orqadan itaradi. A pastga tushga, men zinani ushlab, sekin вот как будто бы мое тело мне не принадлежит. O'ziga bo'ysunmaydi. Я должна вот тихонько, как бабушки старенькие, не потому что голова кружится, руки держат, у меня ноги не слушаются. И sekin zinamana zina, sekin tushaman pastga. Поэтому siz hozir lechina qiladigan bo'lsangiz, faqat sheni отдел emas, grupni отдел ham lechina qilishimiz kerak. Именно вот здесь грудный отдел, вот там гипертрофия желтой связки dahshat bo'lib turibdi. Yo'q qo'shimchasi emas. Ilohiy melopatiya bo'lmasin-ku, oddiy kista o'zi so'rib ketsa yaxshi. Abzal 2 yil oldin keluvdim, bel manam. Машу халат, то, что у меня руки, ноги, вот это, оно еще тогда было. Просто я 5 лет мучилась вот этими головными болями, рука отнималась. И помните, когда я первый раз пришла, я вам сказала, у меня ощущение, как будто бы защемление нерва, оно перемещается. То здесь хватит, то здесь, то в ноги она схватит. Просто в прошлый раз мы не обратили на это, я не обратила внимания, не вы. Получилось так, что вот бельманом орах, я сознание потеряла, кукарып келіп. А вот это значит у меня давно уже, да? Просто payt tekshirilmagan. MRT qilinmagan shu paytda. Faqat belni o'ylayman. Shu bo'yinning griji mamutdan chiqqan. Mamutda qizil o'ngach o'tgan bo'lsa, o'sha narsani itarib turibdi. Qanaqadir krupniroq narsa glanat his qotib qolishi mumkin bu. Oddiy, men shunchaki narsa, men faqat suyuq narsa yeyman. Kapusta ham o'tmaydi, ishonasizmi? Pishirilgan kapusta, borsh. Nonni chaynab, avval kuni buterbrod, jo kolbasani manaqa kesmaymiz, yo'qagina. U ham o'ta olmadi. Qilaman-da, qilaman mashta. Olma faqat cho'rkadan. Problemasi bilmaganligi. Voy baraka toping, ulisdan baraka toping. Ha? Надо лечиться. Shunaqa poniy lechina qilish kerak. Endi birinchi to'g'ri belingizdagi griji sihat qilgani, birinchi kelganingiz og'riq kuchliligini faqat beli lechina qilganmiz, tepaga e'tibor bermaganmiz. Endi tepanikini ham. Tepani men o'zim ham aytmadim-da sizga. Chunki belingiz og'rig'ini kuchligidan bilinmagan ham. Shunaqa. Boshlaymiz endi lechina dash. Rahmat, baraka toping. Imoyinda baraka toping.